Всем приветикman qadrli любимчиklarim. Bugungi bir kunimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Chunki bugun onam tug'ilgan kunini nishonlaymiz. Sizlar bilan birgalikda qani ketdik. Ertalabda turib oldim, shuna joylarimni to'g'rilab, keyin yuzimni yuvgan tashqariga chiqsam, havo prosta bahordagi bo'lib yotibdi. Yuz qo'limni yuvgandan keyin yuzimga uxotlarim qilib, so'nsizlashda surkab oldim обязательно. Keyin zavtrak qilib oldim. Zavtrakka qalampir yemasam bo'lmaydi, bo'lmasam ovqat o'tmaydi. Indan keyin hovlini supurib chiqdim. Keyin tezda kiyinda Farg'onaga yo'l oldim. Chunki tort, shampam, xullas napitka bu narsalar olmaganman. Taksi chaqirdim. Taksida Farg'ona qo'zg'aydi mashinalarga yetib olishim kerak. Taksi birpasda Pitakka borib qo'ydi. Keyin bo'lsa odam to'lguncha shuna kutib o'tirdim. Metandagi o'chirib tomosha qilib, Farg'onaga ham yetib keldim. Men doim tortni Istiqloldan olaman, chunki tortlar vashshi zo'r. Bu reklama bas, bu rost gap. Shuna qilib tort tanlab tort oldim. Keyin bozorda yurdim kechgacha, lekin bular videoga olish esimdan chiqib qolgan. Ishlarimni bitirib mashinaga o'tirib tezda uyga yetib kelsam, qarasam kech qolibman. Uje hamma kelib bo'lgan. Ujinda qildimda, nima qildik? Happy birthday to you qildik. Ha, aytgancha men qadrli любимчиklarim, Telegram kanalimni men faqat o'zim uchun ochganman. Nimaga ochdim? Shuncha yozinglar, kanal oching deb, kanal ochsam nimaga kirib ko'rmaysizlar, aytinglar. Tezda Telegram kanalimga o'tib olinglar, men sizlar uchun ochganman. Keyin bo'lsa hamma mehmonlar ketgandan keyin uborka boshladik. Singillarim idish yuvdi, men bo'lsa uy tozaladim. Shu singillarim boriga shukr, boya bozorga ketyapti, hech nima tayyor emas. Na dasturxon tuzalgan, na boshqa. Singillarim tuzab qo'yibdi. Parda ilishgan ekan, pardalar uzilib ketibdi. Mayli deb men boshqatdan ilib qo'ydim. Aytgancha Telegram kanalim silkasi profilimda. Пока.